Assalomu alaykum. Sizlar bilan vrach pediatr Behruz Bahodirov. Bugun sizlar bilan chaqaloqlarni cho'miltirish haqida gaplashamiz. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, chaqaloqlar tug'ilgan kunidan boshlab cho'miltirilishi mumkin. Lekin chaqaloq tug'ilganda ustida oq tvorogsimon modda bilan tug'iladi. Bu uning tashqi muhitga moslashishi uchun o'ta zarur hisoblanadi. Ya'ni tashqi muhitga moslashish, issiqlikni ichkarida saqlab turish, mikrobakteriya viruslarga qarshi terining chidamliligini oshishi mana shu moddaga bog'liq hisoblanadi. Shu sababli tug'ilgan vaqtdanoq cho'miltirilmaydi. Undan keyingi etapda 2-3 kunlarga borib bizning milliy emlash kalendarimizda BCG, ya'ni silga qarshi vaksinatsiya yelkadan qilinadi. Bu vaksinatsiyaning yeringlamasligi va infeksiyalanmasligi uchun aynan o'sha vaksina olgan kunda cho'miltirish tavsiya etilmaydi. Undan keyin tug'ruqxonadan uyga chiqarilgach esa bu albatta chaqaloqning onasi, qarindoshlari tomonidan qandaydir hayiqish bilan, ya'ni qo'rqish bilan qabul qilinadi. Bu kindik ortiqchasi, ya'ni kindik yarasi deymiz. Kindik ortiqchasining tushishi kutiladi. Bu holatda ham ruxsat beriladi. Kindik tizimchasi, o'sha kindik ortiqchasi tushgandan keyin cho'miltirsa ham bo'ladi bolani. Aslini olganda bolani qachon cho'miltirish kerak deganda, bolani har kun cho'miltirish tavsiya etiladi. Bolaning o'sishi, rivojlanishi, qon aylanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Bolani, ya'ni chaqaloqni har kun cho'miltirish mumkin. Haftada 2 marta o'sha sovunli cho'miltirilish tavsiya etiladi. Har kuni sovunli cho'miltirilish esa tavsiya etilmaydi. Har kuni sovun bilan cho'miltirilish terining qurishiga olib keladi. Teridagi turli xil o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli oddiy suvda cho'miltirilish har kun cho'miltirilish mumkin. Sovunli cho'miltirilish esa haftada 2 marta tavsiya etiladi. Chaqaloqni cho'miltirishda asosiy 2 narsa muhim hisoblanadi. Bu chaqaloqning xotirjamligi va onaning xotirjamligi. Ya'ni ona va chaqaloq bu protseduraga, bu amaliyotga, cho'miltirilishga tayyor bo'lishi kerak. Onada juda ham qo'rquv, vahima kuchli bo'lsa, chaqaloq esa suvni ko'rishi bilan ya'ni vahimaga tushadigan bo'lsa, bu holatga tayyorgarlik ko'rish tavsiya etiladi. Ayrim bolalar esa suvni juda ham yaxshi ko'radi. Bularning cho'miltirilishi onaning xotirjamligiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ona va bola xotirjam bo'lsa, bu amaliyot juda ham yengil kechadi. Chaqaloqni cho'miltirganda xona harorati, cho'miltirilayotgan xona harorati 24, 26, 27 gradus atrofida bo'lishi maqsadga muvofiq. Suv harorati esa albatta 37, 38 gradusdan boshlanadi va sekin-astalik bilan yarim gradus har haftada yoki har 3 kunda bir tushirib borilsa, bola birdaniga chiniqtirilish bosqichini o'taydi. Shu sababli suv termometrlari bor hozirda. Suv termometrlari orqali suvning haroratini o'lchash mumkin yoki qo'lning iloji boricha kaft sohasini tiqib emas, barmoq sohasini tiqib emas, tirsak sohasini tiqib ko'rib suvning haroratini sezish mumkin. Bolada juda ham issiq suv badanni kuydiradi, sovuq suvda bola esa sovqotib qoladi. Undan keyin yana bir tavsiyamiz, bola cho'milayotgan xonada hech qachon deraza yoki eshikni ochib qo'yish tavsiya etilmaydi. Yelvizak, ya'ni skvoznak deymiz, yelvizak bo'lishi mumkin emas. Yelvizakka bola juda ham sezgir bo'ladi va birdaniga sovuq qotib qolish ehtimoli bor. Shu sababli eshik, derazalar yopilgan holda, uy harorati va suv harorati saqlangan holda ilk cho'miltirilish 5 daqiqadan boshlangani ma'qul. Sekin-astalik bilan 1 daqiqa, 2 daqiqa qo'shib boriladi. Ayrim bolalar suvni yaxshi ko'rgach esa, agar ona xotirjam, bola xotirjam bo'ladigan bo'lsa, 10, 15, 20 daqiqagacha bola suvda bemalol turishi mumkin. Cho'miltirilishdagi yana bir qo'rquvlardan biri bu bolaning qulog'iga suv kirib ketmasmikan degan qo'rquv hisoblanadi va onalar ko'pincha qulog'iga paxta tiqib qo'yganini ko'rganmiz. Paxta tiqib qo'yganda bu teskari ta'sir qiladi. Paxta suvni shimadi va quloqning ichiga qarab o'tkazadi. Shu sababli quloqqa paxta tiqib qo'yish yoki nimalardir tiqib qo'yish tavsiya etilmaydi. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Chaqaloq onaning qornida 9 oy suvli muhitda, suvda
yashaydi. Shu vaqtda hech kim o'ylamaydiki, qulog'iga suv kirib ketadi deb, bu o'ylab ham bo'lmaydi hattoki. Shu sababli bundan xotirjam bo'lib cho'miltirilish tavsiya etiladi. Iloji bo'lsa boshini yuvish, bolani yuqoriga qaratib qo'yib yuz qismidan suv quyish emas, ensa sohasidan teskari qaratib, ensa sohasidan suv quyilsa, quloqning orqa qismidan qarab, yuz qismiga qarab suv tushadi va quloqqa suv kirib bitib qolish ehtimoli juda ham kam hisoblanadi. Keyingi yana bir tavsiyamiz, hozirda rakvinalarda, ya'ni jo'mrakda suvni ochib qo'yib, tagiga bolani tutib cho'miltirish tavsiya etilmaydi. Bunda siz suv haroratini nazorat qila olmaysiz. Ya'ni birdaniga isib ketishi yoki birdaniga sovuq suv kelib qolish ehtimoli juda ham baland. Bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala, tushayotgan suv bolaning tanasiga mexanik ta'sir, ya'ni qattiq ta'sir qilishi mumkin va terisini jarohatlab qo'yishi mumkin. Shu sababli alohida chelakka suv taxlab, o'sha krushka bilan suv quyib cho'miltirgan ma'qul hisoblanadi. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bizning mentalitetda, xalqimiz orasida turli xil suvga ko'p tuz solib, tuzli suvda cho'miltirish yoki loy suvda cho'miltirish, tuproq qo'shilgan suvda cho'miltirish, ariq suvda cho'miltirish kabi holatlarga guvoh bo'lganmiz va bu qat'iyan taqiqlanadi. Buning asosiy sababi aynan kindik tushgandan keyin kindik ostida yara hali bitmagan bo'ladi, bolada biroz vaqt saqlanadi. Mana shu yaraga infeksiya tushadigan bo'lsa, loy suv kirib infeksiya tushishi mumkin yoki ariqni suv kirib infeksiya tushishi mumkin. Infeksiya tushgan taqdirda bolada juda ham xavfli, o'limga olib boradigan darajada bolaning tanasida yiringlash kuzatilishi mumkin. Bu juda ham xavfli holat hisoblanadi. Shu sababli hurmatli ota-onalar va ularning qarindoshlari cho'miltirganda oddiy, toza, iliq suvda cho'miltirish tavsiya etiladi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Videolarimizni kengroq tarqalishda o'z hissangizni qo'shing, kanallarimizga obuna bo'ling, foydali va manfaatli videolar berib borishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.